Tayyormisiz? Unda boshlaymiz. Sariq, ko'k, yashil, oq, siyoh, sariq. Savol. 4-sinf chiziqchasi yozilgan. Demak, xato yozilgan. Chiziqchani olish kerak. Yaxshi. 10-mart to'g'ri yozilgan. Barakalla. Olqishlab qo'ying, Farid. Unda boshlaymiz. Yashil, sariq, ko'k, oq, siyoh, yashil. Savol. 6-uy to'g'ri yozilgan. Barakalla. 6-uy chiziqcha ishqat qo'shib chiziqchasi bo'lmasligi kerak. Barakalla demak, necha qo'shimchasi borligi uchun chiziqcha bo'lmasligi kerak. Barakalla. Olqishlab qo'ying, Farid. Tayyormisiz? Unda boshlaymiz. Yashil, ko'k, sariq, siyoh, oq, sariq. Savol. Fe'l haqida. Gapiramiz fe'l haqida. Shaxs va narsaning harakatini bildirgan so'zlar fe'l deyiladi. Ular gapda chizim vazifasida keladi. Ularning tagiga ikki to'g'ri chiziq chiziladi. Barakalla. Ularning so'roqlari nima qildi, nima qilmoqchi, nima qiladi. Yaxshi. Ularga misol ichida, yurdi, to'xtadi, chopdi. Barakalla, zo'r, super. Sinfimizda 3 ta deraza, 32 nafar o'quvchi bor. 3 ta deraza, 32 nafar o'quvchi. Demak, son va o'zi bog'langan. Va o'zi bo'lmaydi. Barakalla, olqishlab qo'yamiz, zo'r. Ofarin. Boshlaymiz. Yashil, sariq, oq, ko'k, siyoh, yashil. Savol. 4-sinf to'g'ri yozilgan. Barakalla. 10 mart to'g'ri yozilgan. Chiziqcha hozir Demak, chiziqcha bo'lsa, qanaqa deb o'qiymiz? 10-mart. 10-mart. Barakalla, zo'r, olqishlaymiz. O'tib olamiz. Tayyormisiz? Oq, ko'k, sariq, yashil, siyoh. Savol. Asal o'qiydi savolini. Baland tog'larimiz, musaffo osmonimiz bor. Ushbu gap tarkibidagi sifatlarni ayting. Baland, musaffo. Barakalla. Azizbek savoli. 9-asr to'g'ri yozilgan. Qanday yozilsa xato bo'ladi? Chiziqcha bo'lsa xato bo'ladi. Men rim raqamlardan so'ng chiziqcha Bo'lmaydi. bo'lmaydi. Barakalla, olqishlab qo'yamiz. Zo'r.